Habibi siyajda oldinglarmi, nima gaplar, charchamayapsizlarmi? Bugun 6-noyabr soat 15:02 bo'ldi. Men esa mana shu svechani, ya'ni данный momentda 30 minutlik time frame svechani tepasiga buy stop qo'yib qo'yaman. 27, 26, 28 atrofiga buy stop qo'yamiz. Qaytda mana bu joyga buy stop qo'yamiz. Mana shu atrofga buy stop qo'yaman. Agar buy stopni bozor oladigan bo'lsa, aktivlashtiradigan bo'lsa, katta ehtimol bilan bozor keyin mana bu o'zini сопротивленияsiga ko'tarilishi kerak. Birinchi maqsad esa mana bu joy hisoblanadi. Agar zilkamiz aktivlashtirsa, hozir уже aktivlashtirdi. Sizlarga bu narsani sababini tushuntirib beraman. Stop lossni esa где-то bir mana bu swechani tagiga 27-16 atrofiga qo'yamiz stop lossni. 27-16 где-то mana shu atrofda bo'ladi. Take profitimiz esa mana bu joyga to'g'ri keladi. O'rtoqlar, mana shunaqangi holatda hozir buy stopimizni bozor aktivlashtirdi. Buni sizlarga sababini boshdan analiz qilib tushuntirib berishga harakat qilib ko'raman. Haftalik time frame dan boshlaymiz. Davomchi ma'lumot yo'q ekan haftalik time frame shaxsan men uchun, balki men ko'rmayotgandirman. Kunlik time frame dan boshlaymiz. O'rtoqlar, kunlik time frame da bozor mana bunaqangi holatda turibdi. Mana bu joy men uchun поддержка, mana bu joy men uchun сопротивление. Всё, buni oralig'i esa range hisoblanadi. Mana shu joylarni belgilab qo'ydim: сопротивление va поддержка. Yana boshqa сопротивление поддержкаlarimiz bor. Yuqoriroqda va pastda mana bu joyda поддержкamiz bor. Bular уже katta time frame dagi analiz, ya'ni kunlik time frame dagi svechamiz mana shu поддержкаdan, aynan masalan bugungi svecha mana bunaqangi holatda yopilsa, katta ehtimol bilan bozor keyingi поддержкagacha yurish ehtimoli qulashi katta ehtimol bilan bo'lishi mumkin. Mana bunaqangi holat, liba soya qo'ygan holatda, liba soya qo'ymasdan. Xullas, 4 soatlik time frame da hozir zilka qilishimga sabab tushuntiraman. 4 soatlik time frame da juda ham ajoyib holat va 1 soatliklarda ham mana bu joy поддержка 4 soatlik uchun, mana bu joy men uchun сопротивление. Сопротивлениyaning yana ham kattarog'i mana bu yerda bor. Поддержкаning asosiysi esa mana bu atrofda где-то bir bor. Nimaga aynan bu yerlar? Chunki o'rtoqlar, e'tiborli qaratinglar. Mana bu joyda bozor o'sishdan oldin birinchi marta mana shu joyda to'xtalish bo'lgan ekan. Undan so'ng dalish ketgan. Значит, mana shu joy biz uchun asosiy поддержкаlardan bittasi hisoblanadi. Mana shu joy. Mana bu joy asosiy сопротивление deyotganim eng katta maksimumlardan bittasi. Mana bu joydagi maksimumimiz, ko'ryapsizlar reaksiyani. Bozor aynan mana shu urovdan juda ham katta pastga reaksiya olgan ekan, boshqalariga nisbatan. 4 soatli time frame ga e'tibor beramiz. Mana bu поддержкамizga nima bo'lyapti o'rtoqlar? Qaranglar, 4 soatli time frame dagi svecha pastga tushgan. Поддержкаlarimizni test qilgan supportni va yopilgunga qadar yuqorida yopilgan. Ya'ni mana bu поддержкаdan ham asosiy поддержкalarimizdan yuqorida yopilgan svecha, 4 soatli time frame dagi svecha. Bu men uchun, ya'ni shaxsan menga ma'lumot beradiki, katta ehtimol bilan bozor o'zini maksimumlarini yoki mana bu joydagi qarshilarini bozor test qilgani, katta ehtimol bilan chiqish ehtimolligidan haqida bilsam bo'lardi, dalshi selga yurishdan avval. Xullas, bozor mana bu поддержкаlarni test qilgan va tepada yopilgan. Buni bilishimiz mumkinki, bozor mana bu сопротивлениyani va mana bu joylarni bozor katta ehtimol bilan test qilgani, ko'tarilish ehtimoli yuqori degan fikrga kelsak bo'laveradi. 1 soatli time frame ga o'tamiz. 1 soatli time frame da xuddi mana shu soyani ko'rishimiz mumkin o'rtoqlar. Mana bu svechamiz, mana bu joy biz uchun yana bitta поддержка. Mana bu joyda ham e'tibor beringlar. Line chartga olaman. Juda ham ko'p marta bozor mana shu joydan reaksiya olgan ekan. Значит, bu joy biz uchun данный moment uchun сопротивление zonasi hisoblanadi. Narx mana shu joyga kelishi kerak, katta ehtimol bilan test qilgani, shtobi dalish qulashdan oldin. Agar qulamoqchi bo'lsa yoki bo'lmasam mana shu joyda test qilib, xullas o'ylaymanki shu yerga soya qo'yish kerak degan bir ojizona fikrdaman. 1 soatli time frame da bu joydan belgilab qo'yamiz o'zimizga, chunki bu yer asosiy kuchli сопротивлениyadan bittasi. Bu поддержка bilan сопротивлениyaning oralig'i esa range. O'rtoqlar, e'tibor beringlar, bu yerda hamma narsa range. Ya'ni bozor doimo rangedan range qarab yuradi. Bu haqida ma'lumot aytganman sizlarga. Qaranglar, mana bu joy range. Chunki bu yerda katta time frame da поддержка bor, сопротивление bor o'tmishda. Mana bu joy ham range. Поддержкасы bor, mana bu joy, mana сопротивленияsi mana bu joy, mana bu joy esa поддержкасы. Oralig'i range. Mana bu joy ham сопротивление, поддержка. Bu yerda ham range o'rtoqlar. Mana ham range. Hammasi range bu yerda. Bozor doim range qarab yuradi. Просто biz bu yerda vazifamiz range qarab o'tayotgan paytda likvidatsiyalar, balobatlar, svechani yopilishi, ложный правый, истинный правый, u narsalarga qarab turib bozorga zatsepsiya qilib olishimiz kerak. Ya'ni qo'shilib ketib olishni eplashimiz kerak xolos. 30 minutlik time frame da hozir men zilka ochishimga asosiy sabablardan bittasi o'rtoqlar 30 minutlik time frame ga borib taqaladi. Mana bu joy men uchun сопротивление, mana bu joy men uchun поддержка. Buni oralig'i esa range. Mana bu svecha nima qilyapti? Данный momentdagi svecha pastga tushgan. Kattaroq поддержкamiz test qilmoqchi bo'lgan, lekin chut tegmay qolgan. No mayli. Lekin всё равно mana shu joydan bычий holatda yopilyapti. Обратно qaytib kirib olyapti rangeimiz ichiga. Mana shu joydan shuning uchun mana soyasini, tanasi mana bunaqa, soyasi esa mana bunaqangi holatda yopilyapti. Bozor ya'ni birinchi bu rangeni buzib pastga tushib dalish yurmoqchi bo'lgan, lekin nimadir sabab bo'lganki, u ahamiyatsiz nima sabab bo'lgani, bu
reaksiya olyapti. Supportdan xullas reaksiya olib, obratno range ichiga qaytib kirib olyaptimi? Всё. Katta ehtimol bilan shaxsan men uchun bozor mana bu sопротивлениyalarni test qilishi kerak. Dalishi selga yuradigan bo'lsa ham agar mana bunaqangi holatda, вот, dal momentdagi svecha mana bunaqangi tushishdan oldin tepaga soya qo'yish kerak degan fikrdaman, чтобы mana bu atroflarda bir qator test qilishi uchun likvidatsiyani olib keyin tushadi degan fikrdaman. Shuning uchun bayga zilka qildik. Yeah, I don't believe in destiny. I just do what's best for me. Don't listen to my enemies. They're just full of jealousy. Yeah, this legacy. You gon' see what's left of me. You gon' see success in me. You ain't seen the rest of me. I just wanna be the best at what I know. Better than the rest, just watch me grow. Put me to the test and watch me go. This is my quest, I'ma make it known. They call me obsessive, oh I know. Call me selective with my notes. Call me aggressive with my flow. Call me offensive even though Joe, I ain't gonna lie, life's tough. Try to get by, life's rough. Try to do it right, it's not enough. Even though you try, you still mess up. But I'm still gonna fight for what I love. Still gonna die for what I love. Still gonna try, I won't give up. Still gonna fight until I've won. They say I'm way too obsessed and I've got nothing left. And I'm not quite there yet, but those words they'll regret. Cause I've got something left and I'm not giving in. I will not let them win. I won't stop till the end, no. Some injuries, mentally and physically. Studied them religiously. Xo'p, o'rtoqlar, hozircha savdoyimiz shunaqangi amalga oshdi. Bularni sizlarga albatta tushuntirib berishga harakat qilaman. Analizga qaytamiz, o'rtoqlar. Nimaga bayz zilkani mana bu joydan mana bu joyga yetib kelganda yopib yubordim, stop loss kutmasdan yoki rejari nimaga mana bu joydan katta lotda, ya'ni selga zilka ochib, zararni qopladik. To'g'ri, hozir $17 plus minus atrofida zarardamiz. Bu narsani hozir Amerika sessiyasi ochilganda yana bir marta zilka qilib, vaziyat tug'ilsa albatta, agar vaziyat paydo bo'lsa zilka qilaman, agar vaziyat paydo bo'lmasa, so'z zilka qilmayman. Mana shunday bo'yicha videoni YouTube ga joylab yuboraman. Bayni mana bu yerda mana bu yerga tushishini yopishimga sabab bu 30 minutlik time frame'dagi analizimiz edi. Umuman bayni zilka qilishimizga sabab ham o'zi asli 30 minutlik time frame'dagi holatimiz edi. Вот, o'rtoqlar, 30 minutlik time frame bo'yicha analiz qilgandim. E'tibor esinglarda bo'lsa, mana bu joy поддержка deb aytgandim, mana bu joy сопротивление edi. 30 minutlik time frame'dagi swechamiz bayni zilkam yopib olishimga sabab 30 minutlik time frame'dagi svecha pastda yopildi. Bu birinchi sabab, поддержкамizdan pastda yopildi va ikkinchi svecha buni ko'tarilishdan oldin minimumini yangilab, obratno orqasiga ko'tarilayotgandi. Shuning uchun zilkani vaqtinchalik ushlab turdim. Mana bu chiqqan svecha birinchi mana bu svechani minimumini yangiladi va obratno orqasiga mana bunaqangi holatda ko'tarilayotgani uchun hozir yashil qilibsiz shu narsani. Вот, mana bunaqangi holat bo'layotganligi uchun zilkani ma'lum bir vaqt ushlab turdim. No, lekin afsuski bozor xohlaganini qiladi. Bozorga biz shart qo'ya olmaymiz. Tepaga ko'tarilayotganda odamga o'xshab turib, lekin obratno orqasiga qaytib tushib ketgan edi. Baydagi svechamiz zilkamizni yopdik. Ya'ni yopdim men. Mana bu zarardagi zilkani ko'ryapsizlar. Mana bu joylardan zilka qo'shdim, чтобы дальше поддержкаdan reaksiya olish, ko'tarilib ketishi mumkin. Tepaga baribir soya qo'yish kerak, likvidni olish kerak degan fikrda bir marta maytda, ikkita maytda zilka qo'shdim, lekin ko'rdinglar o'zinglar, hozircha bayz zilka bo'lmadi. Значит, analizda emas, bozor haq baribir все равно. Bozor всегда прав deydi-yu. Selga zilka ochishimga sabab o'rtoqlar, mana bu joy поддержка va сопротивление urvellari. Вот, 15 minutlik time frame ga olamiz. Yo'q, 5 minutlik time frame ga ekan. Selga qilgan zilkam bu 5 minutlik time frame uchun bo'ldi. Mana bu joy e'tibor beringlar o'rtoqlar va mana bu joyga o'rtoqlar. Selga zilka qilishimga sabab mana bu joy. Mana bu joy поддержка edi. Hozir сопротивление. Mana bu joy поддержкamiz va mana bu joy поддержкamiz edi. Ana o'sha paytda hozir esa сопротивление vazifasini bajaradi. Mana bu svecha nima qilyapti? Qaranglar, mana bu svecha, medveji svecha kelgan, поддержкаdan pastga yopilgan. Ya'ni mana bu birinchi range, qaranglar, mana range, bozor tushdi. Bu rangeni proboy qildi. Mana bu joyda range yo'q edi, top-toza joy bu yer. Ya'ni bitta svechani
o'zi hech qanaqangi joy yo'q. Mana bu joy bo'lsa range, chunki bu yerda mana bu joyda сопротивление bor, mana bu joyda поддержка bor. Oralig'i range buni. Mana bu svechamizga e'tibor beramiz. Mana shu buzib tushdi, yangi rangega suqildi. Uje mana shu joyga suqilishi bilan hamma uchalov baydagi zilkani yopdim va mana shu yerda o'zidan selga zilka ochdim. Чтобы keyingi поддержкani bozor katta ehtimol bilan test qilish kerak deganligi uchun qisqa muddat, qisqa masofa bo'lganligi uchun katta lotda ochdim. Agar masofa mana bu range kattaroq bo'lganda edi, kichikroq lotda ochib zilka qilgan bo'lardim. Xullas hozircha zararlarimizni deyarli qopladik, deyarli. No, Amerika sessiyasida agar yana bir holat bo'lsa, vaziyat yuzaga kelsa, zilka qilishga harakat qilib ko'raman yana bir marta. Vot o'rtoqlar, mana shu joydan selga zilka qilaman men. 0.05 o'zimiz lotimizga qaytamiz, jonajon lotimizga. Shu yerdan ketdik selga. Zilkani doimgidek ma'lum bir qismini mana shu joyda yopib borsak bo'laveradi. Chunki bizga har kungi berayotgan punktimiz 20 punkt atrofida berdi. Svechamiz shu taki medvej bo'lib yopilyapti. Mana shu joydan selga yana bir marta zilka qilamiz va stop take profitni mana bu o'zini minimumga qo'ysak bo'laveradi 5 minutlik time frame uchun. Zilka yakunlanib bo'lgandan so'ng sizlarga albatta tushuntirib beraman nimaga selga zilka qilganimni. Balki sabr qildi, kimlarni bardoshga Bilsamsizlik bo'lamiz, bardosh ukam Axir bizni bilishadi, eskisi yoshqa Shuncha yil bu pauza, shuncha yillik bu play Rapmandan ketmas ekan, yopishgan super kelay Shuncha yillik mehnatimni ko'rib tursa-da YouTube Bizda ham bor ideya, bir qatori level Aytgincha nolagani sanda nima yo'q To'rt muchang sog'lig'ing bor yana nima yo'q Har kuning o'tadi-ku yana nima yo'q Aytgincha nolagani sanda nima yo'q Kafilliging olinganmi sanda nima yo'q Aytgincha nolagani sanda nima yo'q Hattoki nochorlar ham noligani yo'q Nega nolib og'zing to'ligani yo'q Vot o'rtoqlar, mana shu joyda mana zilkani yopib borsak bo'laveradi. Bugunga menga yetadi 26 punkt oldik. Mana bu istoriyamiz. Umumiy o'tgan safargi videodagi zararimizni ham menimcha qopladik. Bugun sanamiz chorshanba ekan bugun. Kecha kungulik bo'yicha ko'raylik qanaqangi holatda ekanmiz. Agar foydada chiqqan bo'lsak, значит foydadamiz. Bugun sana 6 bo'lsa, kecha kungulik zilka bo'yicha, mana kecha kungulik bo'yicha ham уже daromadda ekanmiz hozir. Kecha zarar dedik, lekin bugun daromaddamiz. Всё. Hozircha mana shunaqangi holatda ketyapmiz. Barchalarga e'tiborlaringiz uchun juda ham kattakon rahmat o'rtoqlar. Ertangi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, omon bo'linglar, gaplashamiz xullas.